Kela bugun sotuvda 721 Motors kanalida xarakterli mashina sotuvga keldi. BMW F1 3 litr Power turbo motor bilan jihozlangan, polni M qilingan, bakvoylari Koni original diskaga qo'yilgan, hamma joyida M shildiklar ko'rishingiz mumkin. Mashinamizni turishiga bitta baho beringlar, ideal holatda turibdi. Restyling faralada, katta superlarda 19 razmer original Koni diskalarda. Bu mashinamiz kamdan kam sotuvga chiqadi. 3 litr Twin Power turboni BMWchilar o'zi biladi. Mashinamiz Stage 2da 450 otgacha V-xilib popcorn hammasi qilingan, trassalar qilingan, o'tido haydashga tayyor. Mashinamizning orqa taraflari, spoilerlari, yubkalari hamma joyi M. Ulgurib qolinglar, hadeb ham sotuvga chiqmaydi bunaqa mashinalar. Holatlarini ko'rsataman sizlarga. Sidenalar elektr приводda ham sidenalar bor. Salonlar polniy Alcantara bo'lgan, podsvetkalarni qaranglar. Monitorlari bor. Xalas udержание, mashina polniy full. Xarakterli mashinani bekorga aytmayapman, kamizda kerak paytda xarakterini ko'rsatish uchun joystikini shunday chapga berasizlar bo'ldi. И добавкasiga bu yoqda sizlarga sport rejimlari bor, ikkita sport, sport plus. И popcorn juda ham chiroyli chiqadi. Sport plus. Hozir eshitdik. Bu mashinamiz polniy komfort, sport qulayliklari ham juda ham zo'r, orta detskiy monitorlargacha bor, hamma narsasi ishlaydi okalar. Ularda abagreiflari bor, klimat kontrollarigacha bor. Bagajlar elektr приводda. BMW 2011-yil ishlab chiqarilgan F1 3 litr Twin Power turbo bilan jihozlangan. Tayyor proyekt qilingan. Egalari bu mashinamizga 40 mingdan oshib ketgan ekanlar. Bu mashinamizni sizlarga hech qayerda yo'q, zo'r narxda $29,900 ga berib yuboramiz.